Azizlar, assalomu alaykum. Biz Andijonda sihat klinikasidamiz va qandli diabetni ikkinchi tipini davosi borligini isbotlashda davom etyapmiz. Oldimda o'tirgan ayol bundan 1 yil avval qandli diabetdan qutulish uchun operatsiya o'tkazgan. Xo'sh, nimaga operatsiya qildirdi? Operatsiyadan oldin qanaqa shikoyatlar bordi? Keling o'zidan so'raymiz. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Dostlar, yaxshimisiz? Zo'r, Allohga shukr. O'zingizchi? Ishlayapsizmi? Yaxshi, Xudoga shukr. Nimaga operatsiya qildirdingiz qandli diabetda? Shunaqa shikoyatlar ko'pmidi sizda? 2015-yildan beri uchada turar edim. Ko'zim ko'rishi xiralashib qolgani uchun, oyoqlarim og'rib, peshobga ko'p qatnab qolganlarim, og'riq kuchli bo'lib, uyqusizlikdan shikoyat bilan kelganman. Xudoga shukr, 1 yil bo'ldi operatsiya bo'lganimga, yaxshi. O'sha operatsiyadan beri hali dori ichmadim, ukol olmadim. Ko'zlarim ko'rdi, yaxshi, Xudoga shukr, hammasi joyida. Diabet haqida davosi bor ekanmi? Haqiqatdan diabetni davosi bor ekan. Bugun nechi saxaringiz? Hozirgi kunda o'lchasangiz nechi chiqyapti qandli diabet? Hozirgi kunda tez o'lchab turaman o'zim uchun. 5-7, ba'zida 5-4, hali 6ga u yoqqa o'tganim yo'q. 5-7larda xudo xohlasa diabeti bor odam hisoblanmas ekan, sog'lom inson ekansiz. Bundan beri xudo xohlasa. Xudo xohlasa. Qandli diabeti bor insonlarga tavsiya bergan bo'larmidingiz? Albatta, qandli diabeti bor insonlarga tavsiya bergan bo'lardim. Chunki o'zimdan boshimdan o'tkazdim, Xudoga shukr, qutuldim. Og'riqlardan ancha qutuldim. Alloh shifo bergani rost bo'lsin. Biz shunchaki sababchi bo'ldik va sizlar ham bizga murojaat etishinglar mumkin va biz sababchi bo'laylik. Alloh shifo bersin. Qandli diabetning ikkinchi tipining davosi bor. Xayr, salomat bo'linglar.